Xo'p do'stlar, hozir Alisherga uzoq xiyollarga keldik va endi hozir ulardan Ronaldo bilan ko'risha olamanmi yoki yo'q so'rab ko'ramiz. Assalomu alaykum Alisher aka. Qaniysan? Yaxshi, rahmat. Alisher aka, mana eng yaxshi ko'rgan futbol jamoangiz Arsenal. Xo'p, o'zi videoning mavzusi bu haqida emas. Mashinaga to'xtashim mashina. Sizga bitta savolim bor. Men avgust oyida Cristiano Ronaldo bilan uchrashish uchun Saudiya Arabistoniga uchmoqchiman. Bor ketsak tur. Nima deb o'ylaysiz? Bu как-то возможно-mi yoki вообще impossible-mi? Нет, почему? Возможно, конечно. Imkoni bor. Taqdir nasib qilgan bo'lsa ko'rishasan. Nasib qilmagan bo'lsa ko'rishmaysan. Nima deb o'ylaysiz? Umuman o'sha trenirovchini ba'zida ko'rishgan yaxshimi yoki o'yin paytida? Uyga borgan, chopaychi ketasan. Ha, haligi yo'ldan Gulzodani olib keting, boshqa kirib ketmasin u. Qilasa ishlayotgan payti boradi. Uyga bor, davolab o'tirgandi. Ba'ziga borgan. Ba'ziga. Uyga ham borib ko'rib, aytadi. Okey, Ivana, kulminatsion joy. Agar Real Ronaldo bilan ko'rishsam, sizning nomingizni nima deb qo'ying? Xo'p. Bizni Ashti ravesnikmiz, Cristiano bilan 1 yosh kichkinaman. Lekin nima deydi? O'ynasin hali tugatmasin. Shuni aytgan. Okey. O'ynasin, hatta bo'lsa ham o'ynasin. Tugatmasin. Okey. Rahmat katta. Omad ko'rishgan.